Aqto'y nayimizda ajoyib chiniqish do'konidan bir sabaq qaranglar. Qayshqadan olamgan bag'ga mishal olalasizlar. Bu yer chiniqishning har qanday bo'lib qolsa, ishkirdan bevosita tegashga siz ishonmaysiz, mishaytki bir chiniqishniki markasini numeridan tatib, hammani aniq ko'rib olib, anandagi shaychi baqsangiz bunda. Yataq, tamoq, qo'saq, po'saq dinidan tatib ko'tasiz sizga birdan ish berdi. Yataq, tamoq tavatdim ya. Yataq yetmaydi qashqada. O'ynab qolsa hisob qildi. Ha, o'ynab qolsa qoldi. Undan qolsa chiniqishlar bir qilib tushuntirib sizga. Men chiniqishlarni ko'rgan, siz izlab tapayotgan chiniqishlarning hammasi mishal buni. Ma qaymoqdan chiniqishdan tatib yig'liqdan buni mushadan tatib kelsak, butun chiniqish qaysi xil chiniqish desanglar mana munchinikidan tatib tamoq bozgandan tatib hammasi. Ma chiniqishni qarama. Bu azan chiniqishlar, shu qimmat chiniqish bir qarablan govdanlikqa chiqib qolgan. Mana ma butun govdanlik chiniqishni boshqa ajoyib chiqdi. Mana mishada shu kunlik chiniqishdan tatib cho'ng qishlamsiz yoki qanday bir xil milliy usulda chiniqishlardansiz mushadan tatib hammasi turi to'liq. Bu yana o'rni biz Aqto'y Lotoyanda bu do'kon ikki do'kon bor. Shunga men birinchi do'konlarni tushuntirib qo'yay. Chiniqish olganda otda Qashqar tushimsiz bo'lib bayonlarga birdan bir ko'rib chiqib, undan keyin bu chiniqishlarga qanday bo'lganligini o'zingiz bilasiz. Bu yerning nomerlar adresini deb qo'yay. Adresi bizning Aqto'y Lotoyandagi keyin chiqish eg'izni mana. Keyin chiqadigan eg'iz mana shu. Yana 3-yillik ko'mosanlik etan birga yagirlab qarsangiz mana. Ko'rkam chiniqishchilikda telefon nomerini deb qo'yay 193 99 88 88 68 degan nomerga bevosita taqsiz bo'ldi.